Assalamu alaykum hurmatli abiyachilar. Bu videoda ikimiz Urganch shahar markazi Dehqon bozorining yanında ikani doğrusunda yangi qurilgan 8 qavatli binoni 7-qavatında 2 xonali 56 metr kvadrat tayyor remontdan chiqqan kvartiramiz sotiladi. Bahosi 499 million so'm. Gaz, svet, suv bor, liftlar ham ishlab turibdi. Hozir chan qismdan bir qator girib ko'rsatib chiqamiz. Joyimiz chan qismiga yetib keldik. Ko'cha eshiklarimiz demir eshik. Eshikdan girdik, shundan keyin koridor tushgan bo'ladi, ko'rishingiz mumkin. Oboy devorlarimiz полностью oboy bo'lgan, hamma joyi patologlar oqlangan, eshiklarimiz bandgina prixожий mebel qo'yilgan, liftlarimiz ishlab turibdi. Aytib o'tganimizdek, aktalarimiz laminat bo'lib, bir chetdan kelib chiqamiz. 8 etajli dom, 7-etajda 56 kvadrat, 2 xonali kvartira, skvoznoy variantda. Tualet vannasi отдельно bedayna unitaz joylashgan, полностью kafel bo'lgan, ventilyatsiya joylari bor, ayaklar ham kafel. Dalcha o'tamiz. Bunda kuxnyasi bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin. Kuxnyasi ham akkuratli. Xodinlik kir mashini bor. Kuxnyalik mebellari, vitishkasi, gaz plitasi, moykasi, stenlik kotyollar qo'yilgan, aynalarimiz hammasida jaluzi bor. Главный gazi bor domizda. Gaz, svet, suv, lift har doim ishlab turibdi. Aytamiz laminat pol. Akkuratli remont bo'lgan, akkuratli kvartira, 2 xonali 56 kvadrat. Berimiz yine bir xonasi. Devorlari oboyda, gulsiz oboy bosilgan, lyustralar qo'yilgan, aynalarimiz akfa, aynalarımızda jaluzilarimiz bor. İkki tarafdan ko'rishingiz mumkin. Batareyalarimiz qo'yilgan, gilamlar tashalgan. Salonimiz bo'ladi bu. Bu yerda sanuzel. Sanuzel ham полностью kafel bo'lgan. Vannasi, rakovinasi, aynasi, aristollari qo'yilgan. Bedamine batareyalar tashlab turibdi. Bu yerda esa spalnisi bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin. Devorlar oboy, oyoqlarimiz laminat pol, gilamlar tashalgan, полностью oboydan chiqib turibdi. Konditsioner ham bor ekan, bu yerda spalni komplekt ham bor. Arka tarafimizdagi vitrin. Arkada gazon bayna poli. Ondan memnun üstü. 8 etajlı dom, 7 etaj, 2 xona, 56 kvadrat, bahosi 499 million so'm. Kimga ma'qul bo'lsa, bemalol bog'lanaverasizlar. Mulk egasini nomerlarini yozib qo'yamiz. Telefon urib, kelib, ko'rib, savdolashib olaverasizlar. Telefon nomerlarini aytib o'tamiz. Reklama uchun kimda kim joyini sotacak bo'lsa yoki reklama qildirajak bo'lsa, reklama uchun nomerlarimiz 99 946 76 66 bemalol telefonlashib kelaverasizlar.